Assalomu alaykum qadrdonlar, omonmisizlar? Mana xudo xolasa 3 tonnagi obyektimiz ham почти bitti. Mana ichkarilari, fasadlarni bitirdik. Bitta zaborlari faqat karnis tortdik, kolonnalar bilan bo'lib berdik. Reminkalariga ham karnis tortib, romlariga tiyaga chiqarib berdik. Tomon ham mana shu. Ramka, belayim bo'lmadi. Fasadimizni ham karnizlarni, romlar chetini kolonnalarga berdik. Turbalarni qilib berdik mana. O tepadagi turbani tepa kalsasini uydagisi mana shunaqa qilib bering debdi. Endi iloji yo'q. Shunaqa qilib berdik kalsasini. Birinchi etajlardan ular chiroyli qilib kalsalarini aylantirib berdik. Beliga tiyaga yurg'izmadik. Shu balkonni o'ziga yurg'izdik beliga. Mana shunaqa stilda xohlashdi. Ujunada ko'cha tomonni boshladik deganlar.